Xo'sh, haliyam rastushovini strelka qilolmayapsizmi? Unda yana ko'rsataman, yaqinroq keling. Demak, avvalambor issiqqa, yomg'irga chidamli ton yaratamiz. Esingizda bo'lsin, ton uzoq saqlanishi uchun 3 etap pudradan foydalanish shart. Har bir pudraning o'z vazifasi bor. Rumyana ranglari ham teri rangiga qarab tanlanadi. Qosh fiksatorini surishdan oldin uni tozalab olish esingizdan chiqmasin. Ana endi konsiler yordamida qovoqlarimiz tengi tayyorlanadi. Bu zona quritilmasa, teningiz chiroyli yoyilmaydi. Orbitalniy skladkaga yarim oy simon shakl chiziladi va tenlar bilan qotiriladi. O'rta qismi konsiler bilan ajratiladi. Matoviy yoki glitterlar bilan quritsangiz bo'ladi. Agar siz strelka chizishga qiynalsangiz, qalam yordamidan foydalaning. Men Mistais'dan 775 qalamidan foydalandim va albatta eyeliner bilan qotirdim. Kipriklar yopishtirildi, pastki qovoqlarga ishlov berdi, highlighter surildi va meykap yakunlandi. Agar siz meykap qilishga qiynalayotgan bo'lsangiz, hozirda kurslarimiz katta chegirmada. O'quv kurslarida ko'rishguncha.